Ko'p ota-onalar yaxshi niyat bilan harakat qiladi, lekin bilmasdan farzand ta'limi uchun zarar yetkazayotganini sezmaydi. Eng ko'p uchraydigan xato bu farzand kelajagi haqida juda kech o'ylash. Xalqaro ta'lim tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bola o'smir yoshda, ya'ni 12-15 yosh oralig'ida o'z qiziqishlari va qobiliyatlarini anglay boshlaydi. Ammo ota-onalar nimada xato qilamiz? Birinchisi, hali vaqt bor deymiz. Ikkinchisi, avval bahosi yaxshilansin, keyin ko'ramiz deymiz. Va eng katta xatomiz 11-sinfda o'ylashni boshlaymiz, qaysi universitetga topshirishni. Natijada bola nimaga qiziqishini bilmaydi, qaror qabul qilishga tayyor bo'lmaydi va oxirgi sinfda kuchli stress ostida qoladi. Yana bitta ota-onalarning eng katta xatosi o'z orzusini bolaga yuklash. Tadqiqotlarga ko'ra, majburiy tanlov motivatsiyani va akademik ishonchni pasaytiradi. To'g'ri yondashish esa bolani erta yoshdan qiziqishlariga e'tibor berish, uni yo'naltirish va tanlov qilishni o'rgatish. Chunki ota-onaning vazifasi bosim qilish emas, to'g'ri vaqtda to'g'ri savolni bera olishdir. Bu videoni farzandi xorijiy universitetlarga topshirayotgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz.